Hurmatli birodarlar, sizlardan Alloh yo'lida yordam so'rab qolaman. Shu farzandim uchun. Farzandim hozir juda og'ir ahvolda. Alloh yo'lida yordam qilinglar. Azizlar, bu videoda o'ta zarur bo'lganligi uchun Banisaga kelib olishga majbur bo'ldik. Assalomu alaykum, bizlarni vatanda safarda ko'rib turgan saxovatli aka-ukalar hamda opa-singillar. Azizlar, Bobirjon ukamizning 3 oylik farzandi hozir juda og'ir ahvolda yotibdi. Hozir biz sizlarga Bobirjon ukamiz bilan suhbat qilib, Bobirjon ukamizga biz qanday yordam bera olamiz, bu ukamizning farzandi nima bilan qaysi dard bilan kasallanib turibdi, inshaalloh buni suhbat davomida sizlarga aytib o'tamiz. Bobirjon, mana sizni ko'rib turgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga o'zingiz tanishtirib o'tsangiz. Ismim Bobirjon. Qorasuv shahrida ertesida Zapni ko'chada turaman. Yoshim 30da, 4 ta farzandim bor. Oilalik. Oilaliman. Bobirjon, bizga murojaat qilishingizga nima turtki bo'ldi? Shu kichkina farzandimiz, 4-farzandimiz bosh tomonidan kasal bo'lib, anevrizma, gidrosefaliya deb qo'yar ekan. Shunaqa kasal tomonlama nima bo'lib, sizlarga qayryapmiz. Boshda tomir qismi arasreniya bo'lib kengaygan ekan, shuna qon chiqib ketish ehtimoli bor deb sroshin operatsiya qilish kerak bo'lib, og'ir ahvolda hozir. Hozir shu ukamizni operatsiyasi uchun qancha miqdorda pulga ehtiyojimiz bor? Bu operatsiyani hozirda bizda Qirg'izistonda qiladigan odamlar yo'q ekan. Qirg'izistonda shu bitta gidrosefaliyasiga boshiga shunt qilib plastmassa qo'ydirdik. Narigi tomonini to'g'ri Rossiyada, Turkiyada, Amerika tomonlarida qilar ekan. 15 mingdan 50 mingga to'g'ri deyishyapti. Biz случайni примерно 20 mingda atrofida anina qilishyapti. Beradi deyapti. Bobirjon, mana juda ko'p yaxshi insonlar hozir sizni ko'rib turibdi. Shularga nima deb murojaat qilib olasiz? Mana suvni buyog'i buni qilib hech kim farzandi bilan sinamasin, hech kim kasal bilan sinamasin. Faqat umidimiz hozircha shu birodarlarimiz, birodarlarimizdan bo'lyapti. Bobirjon, o'zingiz ismi nima? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Inshaalloh Muhammad Yusuf yaxshi bo'lib ketadi. Inshaalloh. Siz ko'p duoda bo'ling. Ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat. Inshaalloh siz bilan bizni ko'rib turgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bu holatga befarq qarab